Ayol so'zida turgan erkakning ortida turadi. Nafsi yomonidan bezadi. Lafzi go'zalini sevadi. Va'dasiga vafo qilganga umr bo'yi vafodor qoladi. Jahlini ko'rsatgandan qochadi. Mehrini ko'rsatganga talpinadi. Ayolni po'pisalar bilan emas, bo'salar bilan bo'ysundirish mumkin. Muhabbat bersangiz itoat, sadoqat ko'rsatsangiz hurmat qiladi. Ba'zan ayol mayda narsalardan nizo chiqarishi mumkin, lekin katta janjallarga ko'pincha mayda gap erkaklar sabab bo'ladi. Ayolni urmang, so'kmang, jerkimang. Ayolni seving, qadrlang. Baxt saodat eshigiga bundan boshqa kalit yo'q.